Toğluq Tömərxan, Abduvali Əli. 9-cı bab Qanlıq əgizlər. Sayısıdan xalq paydalanıb turğan daraxtni kesibətgən adamni Allah dozaqqa məhkum qılır. Sahih hadisələrdən. Miladiyə 1367-ci il başbahar. Çağatay xani İlyas Xoca oğlanның bargahı və Xiş dəryası boyidagi Pulsagin degan joyga joylashgan edi. Xaqan atisi Toğluq Tömərxanның vaqtsiz qaza qilib ketishi aslida ustozlardan savoq elib mashq qilayotgan o'qiya etish mashqlarini o'yin hisoblab qiziqib yurgan o'smir Valiadat İlyas Xoca o'g'lanni muddatdan ilgari Chag'atay mamlakatining g'oyat zo'r saltanat harvisini boshqarishga majburlab qo'ydi. Yurtidorchilik va muharbiya ishlarini cho'nqur biladigan mulkiy harbiy amaldorlar yetarlik edi. Ular nagan-naganda o'zlari muhim deb hisoblagan yurtidorchilik ishlarida İlyas xonning fikrini bilishga tirishadi. Ammo İlyas xonmu o'zi muhim deb qaragan ishlarda ularning oldida hargiz bo'sh kelmaydi. İlyas xon Pulsagin qal'asining qarshi tarafiga bargah qurib, o'rinlashgan Mahara Unhayerlik isyonchi qo'shinlarga qandaq tegish qilish haqida o'zining sarkardalari bilan kengash o'tkazayotgan paytda Manglay suyardagi Qashqarda kuch to'plab Amir Qamariddin beg qatorliq sobiq davlat amirlarining İlyas xon saltanatiga qarshi isyon ko'targanlik haqida vahimalik xabarni orqa-orqadan topshirib oldi. Texi yaqindala Xaqan atisining To'g'luq Tömərxan bilan Amir Kibir Tashtömər Bahodirning o'limidan iborat judolik musibatini orqa-orqadan o'z beshidan o'tkazgan Chag'atay xoni İlyas Xoca o'g'lan uchun bu xabar intayin cho'ng bir zarba bo'ldi. İlyas xon saltanatiga qarshi Qashqarda ko'tarilgan bu isyon haqidagi xabar yetib kelishi bilanla Uluq Amir To'qtimir Bahodir bilan Amir Hamid Kurkulut qatorliq sarkardalar foyda ziyonni dangsab ko'rishgandan keyin xonni darhol Mahara Unhayerdan Mo'g'ulistonga lashkar chekindirib, Amir Qamariddin isyonini tinchitishga da'vat qilishdi. Biroq Chag'atay qo'shinlarining bosh sarkardasi bo'lgan Amir Bagjak va uning qo'l ostidagi Amir Bag qatorliq sarkardalar Mahara Unhayerdan lashkar chekindirishga qat'iy qarshi chiqdi. Kengashda shakllangan bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki xil fikr İlyas xonning darhol bir qarorga kelishiga to'sqinlik qildi. İlyas Xoca o'g'lan garchi balog'atga yetmagan o'smir bo'lsa-mu, ammo u Chingiz xonning avlodi bo'lg'achqa, uning tomiridagi qonda jahongirlik tabiati urg'ib turadi. U o'zining Jahongir bo'g'ilari Chingizxon va Chag'atay xonlarga o'xshash kichigidilla harbiy san'atni egallashga intiladigan bo'lib yaralgan edi. Biroq uning atrofida marhum Amir Bulaji, Amir Kibir Tashtömər Bahodirdak turlik siyosiy va harbiy janglarga qatnashib pishgan rahnoma bo'lg'idak tajribalik sarkardalar bo'lmag'ashqa, chekinish bilan hujum qilishdan iborat bir-biriga qarama-qarshi ikki turlik fikr ostida qisilib qoldi. Shunga u bag amirlarning bu haqdagi fikrlarini anglab baxmoqchi bo'ldi. 6-7 yildan beri oyig'i uzilmasdan davomlashayotgan Mahara Unhayer urushlari saltanatimizning kuch-quvvatini xeli ko'p xo'rtib tugatdi, dedi Uluq Amir To'qtimir Bahodir. Mamlakat xalqi bu urushning natijasidan tinch, xotirjamligining buzilganligi, avvat avdonligining xaroblashganligi va xalqning behuda qirildiganligidan boshqa foyda ko'rgani yo'q.
Әлhal Moğolistan'da Janabi İlyas xan aliylərinin təxit səltənətini gumran qilish üçün qo'zg'algan Əmir Qəməriddin isyanını dərhal tinjitish üçün bundaq faydasız urushdan dərhal çekinib chiqmaq lazımdır. Bu çağda Əmir Bəkçək İlyas xanға qarab, isyanchi Mara Ünhayir əmirlərini yasaq tartib jazolashni mərhum sahib qaran atınız hayat vaqtida o'zi belgilgan, dedi Uluq Əmir Toqtumur Bahadırның sözüge qo'shilmasdan. İsyanchi əmirlərinin мәселесini təltüks hal qilmay turib, Mahara Ünhayirdən lashkar chekindirganda bu urushning 6-7 yillik bütün ajr mushaqqati shamalga so'rilmamdi. Şuna meningcha bo'lganda avval Mahara Ünhayirlik isyanchilarning belini ushtab, ularni mangu qat ko'tarmas qilib tashlash kerak. Andan lashkar chekindirish masalasini o'ylashsaq bo'ladi. Mərhum Xaqan atınız Tuğluq Tömürxan Çağatay məmləkətinin zimin bütünlüyünü qilish bilan saqlagan edi. Bu çağda ularning muloyisini anlab, jim o'ltirgan Əmir Hamid Kürkülüt təaddi qilgandek qashlarini yemirib qo'ydi da İlyas xonga fikrini bayon qilishga ijozat so'radi. Əmir janoblari, sizga ijozat, dedi İlyas xon uning so'ziga qiziqib. İltifatыңızdan ko'p minnatdarman, dedi u xonga minnatdorlik bildirib. Saltanatning amonligini saqlash uchun lashkarning qanchalik zarur ekanligini men aytmasammi, hammanglarga ayon. Sarkarda garchi bahodirlik maydonida Rustam zal bo'lib ketgan bilanmi, oxiri pushaymon ilkida barmoqlarini tishlashga majbur bo'ldi. Sahib qaran Tuğluq Tömürxan hayot vaqtida isyon yolqini faqat Mara Ünhayirda ko'tarilgan edi. Alhal aradan uzoq o'tmay isyon yolqini mamlakatning orqa o'ylisi bo'lgan Kashgardimi yenishga boshladi. Agar biz bu isyonning oldini olmaydigan bo'lsak, isyon o'ti tutishib bütün mamlakatni qaplab, o'l quruqni tangli ko'ydirdigan dahshatlik yong'inga aylanadi. Uning muloyisini anglab, Əmir Bəkçək mənsitmigəndək meyğidi kulib qoydu. Biz Moğollar ta hazırgıca Tangrining kuch qudratiga nail bo'lgan Buyuk Chingizxon hayot vaqtida tuzgan yasaqlarni joriy qildirib kelmoqdamiz, dedi u oldirmay so'zlab. Çağatay ulusi xuddi mərhum Çağatay atisi Chingizxon tuzgan yasaqlarga mutlaq itoat qilganidek o'z aqsoqollarining eng itoat qiladigan ulusidir. Hammamizga ma'lum, shikarda eng avval ovni aloqsada qilib, andin uni tutish hilasi qo'llanadi. Ayni chaqlarda Mo'ngol atliqlari xuddi bo'kan yoki yolvasni qo'g'lagandek qariqitallarni, Parislarni, Ruslarni va Yevropadagi Hungerlarni surtoqay qilgan edi. Mo'ngol atqıçılarının savut kiygan birer atliqni etishi xuddi osmonda uchib yurgan bir kutni etib tushirgandek bir ish edi. Shunga biz mərhum Jahongir Chingizxonning men uchun dushmanlarimni tarmar keltirish, ularni qo'g'lab yurib zarba berish, ularning qavm qarindoshlarining yig'izar qilayotganligini ko'rishdan bakrak xushallik ish yo'q degan so'zi mangu esimizda turishi kerak. U o'z so'zini isbotlash uchun yulduzlarni shibi keltirdi. Bu yil 5 yulduz o't burjugida turmoqda. Bu qiron deb ataladi. Quyosh saraton burjugidan jadi burjugiga kelib to'xtadi. Ata yoki o'g'in shamol chiqib qattiq sovuq bo'ladiganligi turgan gap. Gerçi biz qar yaqqan paytdan foydalanib, Mara Ünhayirlik isyonchilarning sepiga tuyuqsiz hujum qo'zg'asak, cho'qim teri-perang qilib tashlaymiz. Odatda oz, ammo to'limi o'rinliq so'z qiladigan Uluq Əmir Toqtumur Bahadır xuddi Əmir Bəkçəkning bu tuturuqsiz mulohizalaridan zerikkandek qilib, quvvatlik barmoqlari bilan qahrlik yuzini qoplagan mashkurish saqilini tardi.
Andın zərdi qılğanda kəskin sözüldü. Əmir Hamid cənablarının sözü də həqiqət köp idi. Xeyr, yıldızlarını bilimiz o. Köp sınığamız. Çünki yıldızlarının qararı yox. Ularga işengənlərinin külkisi köpünçe vaqtlarda yığığı aylanğan. Axır, meydan janlarının qaydlarından optallı xəbiri bolğan sərkərdi bəylər isyançılarının sepiga qaysı usul bilan hücum qilish lazımlığı və ləşkəri səpnin qaysı böləklərə kimlərni müəkkəl qılıb təyinləş lazımlığı haqqında aniq editlik təkliflərini o'tirg'a qo'yishdi. Çağatay xani İlyas Xoca oğlanmı ularning təkliflərini yeniklik bilan ma'qul ko'rdi. Shuning bilan kengash oxirlashdi. Pulisagin yo'lida Yol bering. Xanға çaparman kelyapti. Astana xavf ichida. Deb at chaptirib kelayotgan chaparman ko'rindi. U va uning ostidagi at uzoq yo'lda to'xtamasdan chepib manganlikdan odammu atmu charchagan edi. Döndiki seriq xam chidiri ko'ringanda chepib kelayotgan at tuyuqsiz yiqildi. Turg'avitlar atni turg'izishga harakat qilishgan bo'lsa-mu, Әмма мағдuri allaqachon üzülüb, halsızlanğan atның burun töşüklərdən qan aralaş köpük çıqıvatdı. Atның üstüdə o'ltirgan çaparmanның halımı atdan köp faraqlanıb ketmeydi. O qo'ynidan bir parça maktubni ilib, beshini yelab turgan turg'avitga sundi va isyanchilar Astanani halqida qorishib oldi. Әмір Қамариддиннің ләшкәрләре сүлхini buzib, шәһәргә бастырып кирди. Әмір Төмір Мәлик Баһадир әсиргә düşdi. Бәйт Фалиха башлык әһли бәйт ханедан isyanchilar тарафыдан tutqun qilinib, zindonga tashlandi. Debla jon uzdi. Chaparman yetkizib kelgan bu maktubni Turg'avut İlyas xonga berdi. Maktub Ulus Begi Әмір Xudoydab Do'g'lab tarafidan yozilgan edi. Hazırda cennet makan sahip qaran atınız Toğluq Tömürxanның mübarek teni texi soğumasdilla yaş beşinizga bundaq qismetlerinin kelişini kimmi oylagan. Laneti tüzkür isyançı tağlarım Əmir Qamariddin, Əmir Şəmsiddin, Əmir Şeyxidin doğulatlar sizning mağara ünhayerge uluq leşker başlap ketkenligingizden paydalanıp saltanatingizga qarshi umumyuzlik to'plan ko'tirib, ikki olamlik qora yuz bo'lishni o'zlariga loyiq ko'rishdi. Isyanchilar sizning poytaxtni qo'g'dashga ozg'ini lashkar qoldirganligingizdan foydalanib, olmaliqni halqidak qurishib oldi. Va Әмір Төмір Мәлик Баһадир bilan tuzilgan sulhini yirtib tashlab, poytaxt olmaliqqa besib kirdi. Ular Әмір Төмір Мәлик Баһадирni hili bilan tutib olgandan keyin ordini qurishib olib, jamiki ahli bayt xonadonni va muhabbat xonadonlarni tutib zindonga tashladi. Şükürullah, elimi ordu toplancıları alamallar tarafidan zabit qılınğıç bolğan arlıqda xanish anınız Beyt Faliha Zamoran bibi mərhum Hakan atınızның kiçik xanişi Əmir Ağcı bilan 2 yaşlıq ininiz Xızır Xoca oğlanni bir çarılar bilan ordudan qaçırıb etkeşke ular toplancılarının qoludan tinch aman qechib mening qasrimga kelib yoshirnib oldi. Men akyanınız vaziyat sal tinjigandan keyin sodiq odamlarimni ularga qo'shib poytaxtdan chiqarib Kashgarga yo'lga silib qo'ydim. Bu chaqcha ular Manglasoyar o'lkasining hududligidan chiqib bo'lgandi deb o'ylayman. Men o'z kuchimni saqlab qolish uchun hozircha o'zimni betaraf deb e'lon qildim. Va qasrimning ishik tunliklarini taqab sirt bilan bo'lgan aloqamni qat'iy uzdim. İsyançı tağam Əmir Qamariddin mərhum Hakan atınız Toğluq Tömürxanni İslam dininden vaz keçib Nasaralar tərəfiga ötüb ketdi. U musulman emas balki müşrikdir deb e'lon qildi.
ve özünü Çağatay memleketinin en münasip tajdari dep etiraf kılışqa meni qıstidi. Biz Doğlat qavmi Çağatay xanidanıga, Çağatay xanlarının saltanatiga azaldan sadiq bulup kelgen edik. Hala bugünkü kunga kelgende mening bu isyanchi tuzkor tağlarım Çağatay xanıdan yüz örüp ikkil alemlik qara yüz boldi. Lekin biz Doğlatlar ajdadımız manglay söyər noyandan tartıp Çağatay xanidanıga itaat qilish kamirini boynumuzga silip kelgenmiz. Cennet makan atam Emir Bulacı Doğlat özünün merhum İsem Buğaxan aldıdı yüz bergen qasimiga xainlik qilmay taş tömür Bahadırını əvətib Xaqan atınız tuğluq tömürni kök ertiş boyida qoy beqivatqan yeridan taptırıp kelip atısı İsem Buğaxanның taxtini sadiqliq bilan onunğa tapşırıp bergen idi. Janabi xan alileri, mening axirqi nafsim qalğıca saltanatingizga sadiq boladiganligimga ishongaysiz. Çara qilib bizni bu yavuzlarning qulidan qutuldurgaysiz. Cheksiz nalayu afxon ichiga patquchi kamina arkanınız Emir Xudaydat ibni Emir Bulacı Doğlatdım. 767 Hicriye salasıl Ut ayının şənbi günü de yazıldı. Ulus Begi Emir Xudaydatның məktubidagi bu məzmunlar Çağatay xani İlyas Xoca oğlanğa xuddi beshiga to'qmoq tekkandek qattiq ta'sir qildi. Gerçi u mehribon Xaqan atasının bemezgil qazo qilib ketishidan judolikning qanchalik ig'ir bo'ladiganligini g'uvoyis qilgan bo'lsa-mu, ammo Xaqan atasının ölümü onunğa xan mumsi, xanish apsi ve xan tağsi başlıq cemiki xan qerindaşlardan ayrılıp qalğandek bundaq rahimsiz, dəhşətlik tuyulmağan idi. Onu ölüm vahimisi qaplıb aldı. O dermansızlanıp öğrü turuşqa madara yetmey vataddı. Bu vahime onun köz aldıda xuddi içiqliq turgan zindanның işigidek toğru turatdı. Emir Qamariddin ve Emir Tömürbek qatarlıq barlıq işki taşqı beyler onun bu işinin sırtıdan işkirge ittirib atqandek vahalanki Emir Qamariddin tarpidan tutqun qılınıp zindanga taşlanğan qerindaşları bolsa bu işinin içide turup ima işaret bilen onu yallarga çaqırıb atqandek tuyulup ketdi. Xan ata, xan mama, xan tağa, meni ular qo'qlab kelyapti. Meni qutquzinglar. 13 yaşlıq ösmür Çağatay xani İlyas Xoca oğlanның көзіге birdilla qarang'uliq tiqildi da darmansızlanıp yıqildi. İlyas Xoca oğlan huşiga kelganda özünün uluq Emir Toqtimir Bahadırның quchqida yatqanligini ko'rdi. Memleket ichidagi vaziyatning jiddiyligini bilgan sarkardalar baş sanğın Emir Bəycəkning riyasətçiligida ciddi kengaş ötküzüp Mahara Ünhayer'den bir bölek leşkerini çekindirip derhal paytaxit almalık qaytib isyanni tindichishni qaror qildi. Tuğluq Tömürxan 9. bab Qanlıq əgizlər 208. bətdən başlandı. Emir Leşker Bəycək Pılısagin uruşida Uluq Emir Toqtimir Bahadır qatarlıq sarkardilarning taklifini rad qilib, Mahara Ünhayerlik isyanchi amirlarga qarshi qaramlarcha hujumga o'tganlikdan dushmanning to'zqig'i tushib qilib, Mo'g'uliston lashkarlarining hammasi degidek talafotga uchratdi. Bu urushda sarkardilardan Uluq Emir Toqtimir Bahadır, Emir Hamid Kürkülüt, Emirbek İskender oğlan ve Dövlet Şah qatarlıq nurgun tecrübelik pişqadam emirler şahadetlikki yetkizilgen Çağatay xani İlyas Xoca
oğlanının özü Əmir Ləşkər Bəycək və Əmir Yusuflər bilən qoşulub, billə əsirgə düşkən bulub, İlyas xanның bütün ləşkəri gücü tarmar keltirildi. Əmir Ləşkər Bəycək tolumu öz sözlük, tərsa, hakavur, işçi tar bir sərkərdə idi. Nurgun işlarda o Çağatay xanı İlyas Hoca oğlanını kiçik görüp anca ədvarını qılıb ketmeydi. Uluq Əmir Toqdemir Bahadır, Əmir Hamid və İskəndər oğlan qatarlıqlar İlyas xanğa sadiq bulub, xanmı ularının məsləhətsiz qarar qılmaz idi. Bolubmu, Uluq Əmir Toqdemir Bahadır, danışmanlık və zirəkliknin əynigi, yaşanqallıqның hər xil təcrübələri zinnetidən cula tapqan, xan müşkül işlarda məsləhət soraydıgan peşqadam bir sərkərdə idi. Əfsus, qaza oqi üçün qalqan yoxdur degan hikmetlik söz boyunca Pulsagin urushida ular ölüm zəhərini yutishga məcbur bo'lishdi. Moğoliston qo'shinlari Pulsagin urushida mag'lub bo'lgandan keyin Çağatay xani İlyas Hoca oğlan Əmir Ləşkər Bəycək qaldı. Qutdi ləşkərlərini yığıb tərtibga silib chiqqandan keyin darhol Moğolistanğa qarab chekinishni buyurdi. Bu ot aylari bo'lib, Mara Ünhə yerdə hava jahan allaqachon isib ketgan edi. İlyas xanның qo'shinlari saq-musaq bir ay yo'l yurgandan keyin Tangirtog' shimolidan janubidagi Quyas vodisiga o'tadigan mashhur qadimgi o'tkal Tashtavan degan yerga yetib keldi. Qo'shin 3 acha buloqda 3 kun turib dam olgandan keyin Kangsay jilg'isini bo'ylab tövanga qarab jiddiy yurish qilib, oxir Ökər bosuq eğiziga yetib keldi. Bu çağda Yalğan xan Əmir Qəməriddin Doğlatның qoruqçıları allaqachon qechib ketishgan bo'lib, Ökər bosuq quruluning ichi qalaymqan edi. İlyas xanның farmoni bo'yicha qo'shin quruldi, qo'sh tikishdi. Yalğan xanның lashkarlari shapimizni anglab xuddi to'shqanda qechib ketibdi. Dedi Əmir Ləşkər Bəycək İlyas xanğa. Biz vaqtni o'tkazmasdan darhol hujum boshlayli. Əmir Bəycək ömrindən tangdan to'lisini urush bilan o'tkazgan harbiy odam edi. Onunğa o'lja bo'lsa bo'ladi. Kim uchun bo'lsa-mu urushaveradi. O Yalğan xan Əmir Qəməriddin Doğlatның ləşkərlərinin qurulunu tashlab ketganligidan xoşal bo'lib ketmedi. Xan ləşkərlərə 3 kun dam ilishqa ijozat bergan bo'lsa-mu, ammo Əmir Ləşkər Bəycək ləşkərlərə darhol savut kiyib, atlarga gijim taqab, jangga tayyorlanishni buyurdi. Və Yalğan xanның qo'shinlarining ahvolini tinlash uchun ayg'oqchilarni avatdi. Ayg'oqchilar ancha hayollashmasdilla yetib kelishdi və Yalğan xanның lashkarlari Suzuksu degan yerda bargoh qurib tayyorlanib turibdi. Ular ilg'orlari bizning qarimizni ko'ribla orqasiga qarab badar qechib ketishdi deb ma'lum qilishdi. Əmir Ləşkər Bəycək növkərining qo'lidan atning tizginini ilib, bir rıg'ibla etiga mindi da, etini yo'rg'ultib, talki seyning bo'yiga tushdi va lashkarlarga atni sug'urib olgandan keyin darhol sapga tizilishga buyruq berdi. Biroq u Yalğan xanның lashkarlari oldimizdagi ma'lum bir joyda bo'ktirmada yotgan bo'lishi mumkin deganni bo'lsa, hargiz o'ylab baxmadi. Bu chaqda Yalğan xanның lashkarlari urush qilib ko'rmagan bir to'p tajribasiz alamallardan boshqa narsa emas edi.
Ularga hayt degan bir eg'iz ovozli kupoyi qiladi degan xiyol uning kallasida hukm surmoqda edi. Shunga u yolg'on xonning lashkarlariga qilcha aram bermasdan darhol hujum qo'zg'ash qaroriga keldi. Amir lashkar bag'jak etini chaptirganicha saydan o'tdi va lashkarlarga Allah bizga yor bo'lg'ay deb vaqirdi. Yalğan xanning lashkarlarini qilcha ayab o'ltirmay qirib tashlanglar bahodirlar, otlaninglar deb vaqirdi. Sarkardisining buyrug'ini anglab, lashkarlar otlarini chaptirishgan peti cho'qan suran ko'tirishib, dushman sepiga qarshi hujumga o'tishdi. Yalğan xan Amir Qamaridan doğlat, Amir Bag'jakning bundaq mijozini obdan bilgashga, qo'shinlarga İlyas xanning qo'shinini aldab tuzlanlikka chiqarish uchun o'kar bursuq qo'rolini qasdanga bekarlab berib, suzuk suda ularning oldini to'sishga buyruq bergan edi. Uning lashkarlari suzuk suv tuzlanlikida to'pchang ko'tirishib chepib yurishadi. Ular taraf-tarafdan tarqalib ketishgan bo'lib, goh to'plashib hujumga o'tsa, orqadanlar chechilib, orqasiga ketishadi. Yiroqdagi bir do'ngning ustida qarg'ir arg'umoqqa minib olgan Yalğan xon Amir Qamaridan doğlat, shamolda lapildab turgan tog' ostida jangni ko'zitib turadi. İlyas xanning otliq lashkarlari jang maydonida Yalğan xon Amir Qamaridan Doğlatning petrab ketgan lashkarlarini surtoqay qilib qo'g'lab yurishadi. Bu chaqda do'ngning ustida jangni ko'zitib turgan Yalğan xon Amir Qamaridan Doğlat qo'lini shiltibdi. Do'ngning orqasida yo'shirinib turishgan otliq askarlar ushqurtqinicha shiddat bilan hujumga o'tishdi. Ular İlyas xanning jang maydonida chepib yurishgan lashkarlari bilan kari bo'lmasdan, udul o'kar bursuq qo'roliga xonning bargohiga hujum qilish uchun ushqandek chepib ketishdi. Yalğan xon Amir Qamaridan Doğlat qarg'ir arg'imiqini hammaning oldida chaptirib ketayotgan edi. Amir lashkarlar bag'jak o'zining to'zoqqa ilinganligini, ilingandimu intayin taltukus ilinganligini mana shu chaqda tushunib yetdi. Beshini o'z qo'li bilan isyonchi alamallarning qo'lidagi qilishning bisiga tutib berish nima degan aqlsizlik. Buningdan qutulishning amali bormi? Chechilib ketgan lashkarlarni bir yerga yig'ib, bir kuch bo'lib uyushalasizlar, Yalğan xonning lashkarlarini tar-mar keltirgili bo'ladi. Biroq jang maydonining hammali yeriga tarab ketgan lashkarni qanday yig'ish mumkin? Fursat allaqachon qo'ldan ketgan edi. Buni mana amdali tushungan Amir lashkar bag'jak İlyas xonni qutuldirish uchun hech nimaga qaramasdan udul o'kar bursuq qo'roliga ot silib chaptirib ketdi. O'kar bursuq qo'rolining ostidagi yalpig'is-simon vodida jang qizib ketgan edi. Yalğan xonning lashkarlari qo'rol tarafdan etilgan o'q bo'rniga duch kelib, qadimi sal ostilab qolgan bo'lsa-mu, ammo ular qo'rolga to'rt tarafdan qapsab hujum qilib kelishga boshladi. İlyas xonning turg'avotlari sapni uduldan yerib o'tmoqchi bo'lgan dushman lashkarlarini shiddat bilan o'q tutib, ularni chekinishga majbur qildi. Biroq yana bir bo'lak dushman sol tarafdan turg'avotlarning muhofazat sepini besib o'tib qo'rolga İlyas xon turgan bargohga yiqilishga imkon topdi. Bu chaqda qo'rol ustida jangni ko'zitib turgan Chag'atay xoni İlyas xo'ja kichikkina qilichini qinidan sug'urib oldi va qirg'inning ichiga etilib kirmoqchi bo'ldi. Biroq
Xas nökeri onun aldıda etini toğru qılıp tosib turib aldı. Və xan aliləri, sizlər cəngə kirmisizlər. O yer bək xətərlik. Sizlər üçün mana biz kirayli, deb onunğa yalvardı. Yolunu dərhal boşat, bulmasa kallağını alıman. Atam meni cəngə deb atab tapqan. Başqalar can tikib ilişi doyu, mən qarab turaymı? İlyas xan qahır xəzbə bilən vaqırğınicə etini bir səkirtibla ötüb getdi. Onu qoğdab turuşqan turğavutlar arqısıdan at silib yupurulub kelişdi-də, xanni tirik tutmaqçı bolğan düşmənlərini qilişlab taşlaşdı. Amma özlərimi düşmənləri tərəfindən rəhimsizlərcə qilishlanıb, atlardan ulaqdırılıb taşlandı. Xanның ətrafıda turğavutlar barğansırı azaydı. Ahiri düşmənlər İlyas xanni o'ttirg'i elishqə muvaffaq bo'lishdi. Ular xanның ətrafını halqidək qurshib olgan bo'lib, uni midir-sidir qilg'ili qo'ymadi. Halqının o'ttirsida xan va 4 turg'avutli qolgan edi. Düşmənlər turg'avutlar bilan qilichvazlik qilishga boshladi. Qilichqa jang qilib tekkanda, qilishning tig'idan vol-vol qilib o't chaqnaydi. Çağatay xani İlyas Xoja kichikkina echilgan yo'chuqdan foydalanib, inchki qo'li bilan qilish o'ynatib, yiliqi yo'chuqdan o'tish uchun ot silividi. Kimdir biri uni egardan yo'lib oldi-da, oldiga to'g'ri yotqizib, otni shamoldek chaptirib ketdi. Çağatay xani 13 yaşlıq İlyas Xoja oğlan özünü gəzgisidən əcəl halqumidək qamallab tutub durğan kişinin çangıldan qeçib qutulmaqçı bulub, can cəhli bilən tipirlab baqqan bolsumu, amma bütün əcir müşaqqiti şamalğı sorulub, halsızlanıb yetib qaldı. Nailac o beşini götürüp özünü qamallab tutup durğan heliqi kişiye qarıvidi. Onun gözleri yalğan xan Əmir Qəməriddin Doğlatның məkkarlıq çıxıb durğan gözleri bilan uçuraşdı. O can açığı bilan: "Hey Doğlat küçüğü, bədbəxt qeyri tunguz. Öz qudisiga asilik qilgan tuzkor munofiq" deb Əmir Qəməriddin Doğlatni g'azab bilan sökdi. "Ha, qo'limga tushdingmi shum?" dedi Əmir Qəməriddin Doğlat onun so'ziga qilchimi pisand qilmasdan. "Endi jaddi jamoating bilan jahannamda billa bo'larsan." İlyas Xoja o'g'lan uning qo'lidan bo'shinish uchun xeli uzoqcha tipirlab baqqan bo'lsa-mu, ammo holidan ketdi-da jim bo'lib qoldi. Paytaxt Almalıqның ko'chalarının ikki yoqasidagi egiz uylarning o'gizlarining chatlarida esilib, sanglab turgan muz cho'qilari atiyazning atrof aptipida erib o'tadi. Biroq bundaq holatni faqat quyosh illatgan bahorning kunduzi la ko'rish mumkin edi. Tirishchan dehqonga o'xshash quyoshmi o'z tirishchanligini ko'rsatmoqda edi. Kök dala küzgi buğdaylarının köki körünüp qalğan idi. Tang saharda soğuq yana qaytib kelib öz hakimligini bir ko'rsatib olatdi-da. Biroq uning hakimligi atdiganda sharqdan ko'tarilgan quyoshning yer zaminni illatishi orqasida patla kuchsizlanadi-da, umri bag'ansiri qisqaraydi. Xan ordusidagi qubbilik saray bugun bo'lakcha avat va aldirash bo'lib ketdi. Saray ichiga yeshil darqut qoplangan kurslar tizilgan edi. Bu kurslarning o'ttiridagi sal egizrak kelgan bir kursda o'ttiri yoshli bir odam gidiyib o'ltiradi. Uning saqili qapqara qilib bo'yalgan, beshiga yeshil sali yo'gigan, uchisidagi qizil maxmaldan tikilgan tonning mo'rilariga, yanglariga zariyib bilan uqa tutilgan edi.
Bu kişi Çağatay memleketinin hazırki hükümdarı Yalğan xan Əmir Qəməriddin Doğlat idi. İki tarafı da onun Şemsiddin Doğlat, Əmir Şeyxiddin Doğlat degen inilleri ve Turumtay bəg, Barman bəg degen əməlləri yerim daire qılıp olturuşatdı. Yalğan xan Əmir Qəməriddin Doğlat bugün intayin xoşal idi. Şundaq, bugün onun mərhum Tuğluq Tümür-xan xanidanıdın umumi hesap aladığan gün. Şunun üçün o nemişqa xoşal bolmusun? Qubbilik sarayının ottırıda Çağatay xanı İlyas Hoca oğlan ve onun ahli beyti bolğan xan mumsi Şahsiyanı Mənglik xatun, xanige apsi Beytil Faliha Zamoran bibi, xan tağısı ordu qurcularının əmir ləşkiri Tümür Məlik Bahadır qatarlıq 18 kişi qolları arqığı qayrıb bağlanğan halda öyrü turuşatdı. Ularning etrafını, yoğan şemşerlerini mörülerge koyuşup algan jandarlar, yavuz talatlik yasavullar orup algan idi. Yalğan xan Əmir Qəməriddin yasavullarga İlyas Hoca oğlanını aldığı ekilişini buyurdu. "Hey, qarı tapan malçının oğlu," dedi o körəngləp. "Hazır özüңni qandaq sezip atsan?" "Hey, Doğlat küçügi, men özümni goya bir arslandek sezip turupdyman. Sen hazırның özüde ayığımga yıkılıp, meningden bir qoşuq teningni tilesaң, qeningni tilesaң, men rahim qılıp seni öldürmesligim mümkün. Tüfi, men seningdek işten rahim şefqat tilemdiman," dedi İlyas Hoca onunğa tükürüp. "Men hazır seningdek bir razginin qoluğa düşüp qaldım. Öldüremsen, çapamsan qolungdan kelgenini qıl. Sen sahip qaran Hakan atam Tuğluq Tümür-xanni namertlik bilen zaharlap öldürdün. Menimi ani şu hilemekkarlık zinciri bilen tutup bağlıp aldın. Hey bedbaxt, nimançıla yoğançılık qılsan? Sen Hakan atamga ahli beytge rahim qılmağa yerde mağa rahim qılarsan mı?" İlyas Hoca oğlan sözünü tügütüp, Yalğan xan Əmir Qəməriddin Doğlatqa nefretlik gözleri bilen cesurlarca tikilip qarap durdu. Əmir Qəməriddin Doğlat bu muştumçilik keladigan kichik balaning sözlerge reddiye berelmey, xapı bolğundan xuddi tikende olturup algandek tolğunup ketdi. "Qaranglarçı, bu şumning ölümden qorqmay turğunni," dedi o yendikilerge. "Qarı tapan malçının avladi mundaqmı cesur bolamdı? Onu hergiz hayat qaldırışqı bolmaydı. Janabı xan alileri naite ahkep qılla," deyişdi. Ular Yalğan xanның sözünü qollap. "Düşmanni uruq yıldızıdan qurtup taşlaş gerek. Ularga hergiz rahim qılışqı bolmaydı. Eğer bugün biz hemmimiz senlerinin qolida şahadetlikki yetkizsek, bunu bütünley taqdir qismatdan bilimiz," dep Şahsiyanı Mənglik xatun Əmir Qəməriddin Doğlatqa nefretlenip. "Bizning ölüm xabrimiz xalq alamga ma'lum bolgan kuni sening xuddi bizga o'xshash qatl qildiganlar ham chiqidi. Hey bedbaxt tuzkur, sen ata-bobolarimizdan qalgan bugün bana at sana degan hikmatlik sözni unutib qalmagaysan." Onun sözü tehi ahırlaşmay turatdi. Yalğan xan Qəməriddin Doğlat darg'azab bo'lib vaqirdi. "Jallat!" Şu zaman iki nefer bəstlik jandar qılıçlarını götürüşüp Yalğan xanның aldığı kelip qulluk bildirişdi. "Qılıçlarımız qansırgan, Janabı xan alileri, kimning ajili to'shdikin?" dep so'radi. "Munolarning hammasini açqib soyup taşlanlar. Yürügünü soğurup bilip ekranlar. Bularning yürügi zadi qanchalik ekanligini ben körüp bakay." Jallatlar xo'p deyishkincha Çağatay xanı İlyas Hoca oğlan bilen onun cemiki ahli beytini soyuş üçün söyrep işik aldığı elip maqdi. Bu çağda Yalğan xan Əmir Qəməriddin Doğlat xanışını körstüp, "Bunu Zamoran bibini haram gapırıp koyuyorlar," dep kolunu şiltip.
Men onun bilen ayrım sözleşmen. Onundan soraydigan nurgun işler var. Belki o meningdan rahim qilishimni iltijo qilar. Jallatlar Zamoran bibini haramga so'rab aketgandan keyin İlyas xon boshliq jami ahli baytni so'yib tashlash uchun Qubbilik saroydan chiqishdi. Jandarlar Yalğan xonning ko'z oldida o'zlarining odam so'yish harakatini ko'rsatmoqchi bo'lib, yanglarni shimoylashib kelgan peti hammadan avval Chag'atay xoni İlyas xo'ja o'g'lonni mo'risdan tutgan peti yerga o'ngdi yotqizdi. Biroq shu chaqqichilik İlyas xo'ja o'g'lonning chiroyida qilchimi o'zgarish yuz bermadi. 13 yaşlıq Çağatay xoni İlyas xo'ja o'g'lon o'zining o'limini ana shundaq mardonalik bilan kutib olmoqda edi. Jallatlardan birisi qo'lidagi xanjiri bilan bir uribla balaning ko'krak qapsini ichib tashladi va yumron qovurg'isining ostiga qo'lini selibla uning yuragini sug'urib oldi. O'ri chiqib turgan kichikkina yurak jallatlar qo'lida to'xtamay lipildaydi. Jandarlar qolgan ahli baytnimi xuddi ana shundoq bir-birlab so'yib yuragini sug'urib olishdi. Shu kuni Yalğan xon Amir Qamariddinning buyrug'i bilan marhum sahib Qaran Tug'luq Temirxon xonadonidan jami 18 odam shahodatlikka yetkazildi. Mamlakatning cho'ng-cho'ng ishlari qaraldigan kengash so'rini Oltin Qubbilik saroy hozir fani dunyodagi odam so'ydigan qushxonaga aylantirib etilgan bo'lib, bu 18 odamning jonsiz tanlari xuddi yipta tiziq etgandek qator yetishib ketgan edi. Ularning qinidan yer yuzida agizlar paydo bo'lib, bu agizlar suv o'rnida qonlar eqishga boshladi. Haramda nazarband qilingan xonish Zamoran bibi o'zining ilgiriki bo'lmasida uchuq darizining oldida chunqur qayg'u hasratga cho'kib o'tiradi. Uning yanida bütün ish harakatini nazorat qiladigan ikki haram xodimi qilcha hissiyotsiz qetib turishadi. U har qitim tirik turg'izib yuragi sug'urlangan o'g'lining fojialik o'limini o'ylaganida, o'g'li bilan birga dahshatli turda qatl qilingan ahli baytning fojialik o'limini o'ylaganida o'zini tutib olmasdan öksüp yig'lab puchulinib ketadi. Uning yuragi ezilib, holi barg'ansiri pastlab ketyotadi. U o'zini go'yo ko'kka o'rlab, qatma-qat bulutlar orasiga kirib qolgandek his qiladi. Bu nima ish, bu nima kun deb o'z-o'zidan savol so'raydi. Hi. Kimdir birisining yolg'on kulkisi anlandi. Cho'nqur xiyol dengiziga cho'mgan xonish Zamoran bibi kulki ovozini anglab, ishtik beshini ko'tarib qaradi. Yalğan xon Amir Qamariddin Davlatning ko'z oldida hejiyib turganligini ko'rdi. Düşmanını ko'rib, g'azab nafrati qaynab taşqan xonishning bütün tomirlaridagi qonlar birdilla o'rlab beshig'i chiqdi. Qisos o'tining yalqini uning dard alamga to'lgan qalbini o'rtab, sabr taqatini toshtirdi. Cheksiz o'shmanligini ichiga zodili sig'dirolmagan xonish Zamoran bibi o'rnidan chachirab turib ketdi-da, ochiq nido qildi. "Hey mal'un, yo'qol ko'zimdan." "Hay, ochig'ingizni besilan xonish ayib. Mana bunda qahir g'azabingizni chashmang. Sizni o'ltirmasdan haramda saqlab qolganimga rahmat aytmoq yo'q. Mana zaringizni chashqiningiz nimasi?" dedi Yalğan xon Amir Qamariddin Davlat qilchimi uyalmasdi. "Necha kundan beri do'zaxga o'xshaydigan bu mash'um haramda turib, hammani unutdim. Sana bo'lgan cheksiz o'shmanligim, g'azab nafratim qaynab tashmoqda."
Hey beaqil, bilemsen, bir günlük rahat paragıtı üçün burunqılar bir yıllık tirişçanlık görsetken. Allah'dan bir sorak, bir tahir iş bolmaz. Hey Zamuran, eğer sen ölmey, bişim aman kalsın desen, kel, bana xaniş bol, mening bilen birli davran sür. Men sahip qaran tuğluq Tömürxanның xanikisi, seningdek lakaman lalma iştinin xanişligini özüngə oxşaş igisini tişleydigan lalma işt qısın. Men merhum mürabbim tuğluq Tömürxanğa mutabiyatligimni qilaman. Mutabiyat, yani izini basquchi, agishib manguchi. Abturdum. Hey xotun, dedi Yalğan xan Əmir Qəməridən doğla terkib. Mən hazır Çağatay məmləkətinin səltənət igisi. Hər kim meningdən yüz örisə, yoki mənə qarşı çıxsa, o bəsi asi boludu. Hey rəhimsiz məxluq, taxt oğrisi, cinayetkar, beşingni igiz götürüb otdan qara, dedi Zamuran bibi təəddi bilən. Qara yüzüngni adalet igileri körsün. Senin igisini alıdığan kuştun, yüzüdü tükü bar ittin, nemi farkın? Senin nasab hesapta, izzet hürmette ve tazlu adalette sahip qaran Hakan Tuğluq Tömürxan ve onun varisi İlyas Hoca oğlan bilen tanlaş gidek närin bar idi? Ağzını yum, nefretli qatal qancıqı. Dep vaqırdı Əmir Qəməridən, onun təəddi tənisiga chidamasdan. Ləneti qartapan malçı Tuğluq Tömür degen sen qatal xotunning azdırışı bilen İslam şəriətini tərk etib, yerginiçlik qatal məzhebiga el bulup, kapır bulup getdi. O musulmonlarni yeklab, qatallarga marhamat qildi. Hey Əmir Qəməridən bədbəxt, görüdə tunguz qopudigan dozaqning muakkili, dedi Zamuran bibi onu qattiq söküp. Sen hunrizlik bilan qilib turgan Tuğluq Tömürxanni, Taştömür Bahadirni zaharlab öldürdün. Cami masjidiga o't qo'yish vaqasini paydo qilib, 700 nafar beguna musulmonning jiniga zalim bo'lding. Aşu beguna ölüp ketken musulmonlarning arasida sening bir tuqqan ağaң Əmir Tönek jadaplarımı bar idi. Yana to'xtab qalmasdan isyan ko'tarib, İlyas xanning qo'lidagi Çağatay mamlakatining taxtini tartib olding. Tuğluq Tömürxanның taxt varisi, mening birdan bir o'g'lanim İlyas Hocani ahli bayti bilan birga qo'shib, odam qalbidan chiqqan holda tirik turg'izib, yuragini sug'urib olding. Onu azdab Tuğluq Tömürxanның xonadonidagi mazlum ojizlarni tutqun qilib, baş yüzlerimizni yalang'achlab, beshimizga xuddi Chingiz istilosidagi Samarqand, Buxoro tutqunlaridek qattiq azob va jafo solding. Sen mahshargohda Parvardigoringga qanday javob bersan? Bu gapni anglagan Yalğan xan Əmir Qəməridən og'zini tutib olib, duduqlab qoldi-da, xuddi cho'qqi dassab qolgandek taqlab ketdi. Jallat, jallat, qimisan? Bunu qatal xotunni tahirsiz yasoqqa yetkizgaysan. Hey mal'un, maqsading meni o'ltirish bo'lsa, azroq tahir qilgaysan, dedi Zamuran bibi chiroyini qilch o'zgartmasdan. Men Çağatay mamlakatining xanikisi. Shundoq ekan, mening xanikilardek o'lishimga ruxsat qilgaysan. Yalğan xan Əmir Qəməridən doğlab qo'lini silkib qo'ydi. Zamuran bibi xanai xasqa kirib ketdi va ancha hayallashmasdilla qaytib chiqdi. U kiyimlarini yangushlab, beshiga uncha marvoyit qadalgan helila ro'mol silib, bo'yniga va beliga esil marg'ub tashlar bilan bezalgan zumlar esib, yaqut tillig'lardan chachpaq esilgan ikki tal bilakdak o'rilgan sumbul chashlarini oldiga tushirib, ko'zini chaqnatqudek yasinib tarinib, intayin tamkinlik bilan jalloblar arasiga minib chiqdi. Onun şu çaqdaki chiroyi xuddi 14 kunlik to'lin aynimi hijolatni qoldirgudek go'zal edi. U Yalğan xan Əmir Qəməridinga xonikalarcha amr qildi. Qani, oldimda yo'l boshla. Hey, sag badniyat, sening muroding meningdan asla hosil bo'lmaydi. Jenim tenim dili bo'ladigan, uni men sahib qaran Hakan erim Tuğluq Tömürxanға pido qilaman. U
Sözünü tügitip, beşini kötürgenice talağı qarap mağdi. Nazım. Agaq bolğan jahan özü bir nəfəs. Alimlarning bir nəfsi bir jahan. Jahan qaldı ketdi İskəndər. Bolsumu gər jahan özrə hükümran. Bir nəfəsgə berey dedim bir aləm. Murad tapmay axırı yana yol aldı. Əkkinini orup ketdi hər bir can. Xahi yaxşı, xahi yaman at aldı. Bu bostanda güller bulur muşu xil. Dostlar ana gül teriydu 20 yıl. Şeyh Seydi. 9. bab axırlaşdı.